Umri tur firmalarga вообще ishonch qolmabdi-da o'zi bor-ku. Siz ham shunday holatga tushib qolmasligi uchun rasmiy Umra litsenziyasiga ega turfirmadan borishni tavsiya etamiz. Bunda sizga 8 yillik tajribaga ega 100 mingga yaqin ziyoratchilarga xizmat ko'rsatgan Muhtasham Travel yaqindan yordam beradi. To'g'ridan to'g'ri ishonchli aviaqatnovlar Madinada Masjidul Nabaviyga 200 metr yaqinlikdagi Hayaq mehmonxonasiga joylashasiz va 3 mahal sof o'zbek milliy taomlarini tanovul qilasiz. Ellik boshlarimiz bilan birgalikda tarixiy qadamjolarga ziyoratga chiqasiz. Ravza-i Sharifga ham kirasiz inshaalloh. Makkada esa siz uchun Masjidul Haramga 3 daqiqalik yaqinlikda Bab al-Multazam mehmonxonasini tayyorlab qo'yganmiz. Mehmonxonangiz o'zgarib qolmasligiga kafolat beramiz. Makkada ham 3 mahal o'zbek oshpazlari tomonidan tayyorlanadigan sof milliy taomlarni tortiq qilamiz. Madinada ham, Makkada ham shifokor xizmatimiz mavjud. 11 kun davomida Makka ziyoratidan tashqari 2 marta umra qilish imkoniyati va har kuni 50 boshilar bilan birgalikda tavof va suhbatlar tashkil etiladi. Oktyabr va noyabr oyining har chorshanba kuni Toshkentdan, har yakshanba kunlari esa Namangandan reyslarimiz bor. Oktyabr va noyabr oyida umra safarini reja qilayotgan bo'lsangiz, izohlarda umra so'zini yozib qoldiring. Biz sizga yanada to'liq ma'lumotlarni jo'natib qo'yamiz. Agarda takliflarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, hoziroq biz bilan bog'laning va o'z joyingizni band qiling. Muhtasham Travel xotirjam ibodatni xohlovchilar uchun. Bu videoni umraga bormoqchi bo'lgan yaqin tanishingizga jo'natib qo'ying.